Bilarmidingiz, bir osh qoshiq chia urug'ini qaynagan suvga aralashtirib 5 daqiqa qo'ysa nima hosil bo'ladi? Chia urug'i quyuq holatga keladi. Olimlarning isbotlashicha, jelatinli modda sizning qoningizdagi qandli diabet va xolesterinni o'z maromida ushlab turadi. Va agar siz unga limon va asalni qo'shsangiz, u sizning organizmingizga yig'ilgan kerakmas yog'lar va xolesterinni eritishda yordam beradigan ajoyib sharbatga aylanadi. Bu sharbat nafaqat sizning oshqozoningiz atrofidagi yog'larni eritishda, balki sizning oshqozoningiz ichaklaringiz faoliyatini yaxshilashda va yurak-qon tomir tizimida uchraydigan barcha kasalliklarni oldini olishda juda ham katta yordam beradigan ajoyib sharbatga aylanadi. Xuddi shu retseptda kuniga bitta finjondan chia urug'ini ichishni boshlang. Qarabsizki, 2 haftadan keyin siz natijani ko'rasiz. Va siz natijadan yanada motivatsiya olasiz va yana 2 hafta davom ettirsangiz, 1 oydan keyin tanangizdagi harorat bilan qo'shilgan holda ushbu modda hattoki uxlagan paytingizda ham sizga yordam berishda davom etadi. Agar sizga ushbu retsept yoqqan bo'lsa, ushbu videoni eng yaqin o'rtog'ingizga jo'nating va u ham bundan bahramand bo'lsin.